Assalomu alaykum, kanalımıza abunachilari. Bugungi rolikimiz Umman Baliqxonaning yanında joylashgan, shuni yangi qurilgan 2 qavatli, 1 qavatli hovli joylardan hozir birsini obzor etib tushuntirib o'tsak. Bu yanimizda yana bitib qolgan, dokumentlari 100% tayyor. Hozir shu yerda bir joyimizni obzor etib tushuntirib o'tsak. Bu joyimizni garajına ega, arglardan farklı, bu yerda yana navesning biyani bir xo'jalik hisoblanadi. Birinci qavatından ishning ingasi garajın üstü eyvancha qilingan. Yerlarimizni o'zi отдельно girib, skadon etib taxlab qo'ygan. Bu yerda gaz, svet, sudan muammosi yo'q. Yana bu yerda eyvancha etib qo'l qilib taxlanibdi, patologlar ishlangan. Elimizde atizana su oqib turibdi bu yerdan. Bu yerdan ko'piramiz o'tib turibdi ekan. Bu yerdan yo'l tushirjakda yana doполнительный. Bir anlam sel yine arrakıp yolunu sel kengeytirecek ekan. Şuna indi birimizdeki joyimiz 3 xonalı kvartira. Polni patkulch halında. Shuning geraversida uzun koridor ketgan, umonlikda tushib turibdi. Tozali hech kim yashalmagan, atapeni o'tgan. Gaz sho'tchiklarni qo'yib beradi ekan. Kirpishli dom. Bu yerimizda yine yorug'lik uchun ayna qo'yilgan. Yanımızda gittiğinde xo'jalik. Bu yerda bir xona ishida bo'lib tushgan, aboydan chiqqan, eshiklar qo'yilgan. Bu yerimizda yana bir xonasi bor ekan. Bu ikkinchi xonamiz, отопление sistemasi polni registrlar qo'yilgan. Hozirgi bu yerimiz qadimgi turbadan bo'lgan, bu hozirgi zamonaviy registrlardan qo'yilgan ekan. Podokонniklarni ega. Bu yerni xolasa döşep kukunlarni qo'yib taxlab beramiz deb turibdi. Xolasa inshu durishunda beriladi ekan. Endi mana hozir inshu durishunda hozir olaman degan odamlar bo'lsa, kelib dokumentlar 100% taq, notariusga borib oldi sotdi o'tirsangizda bo'ladi. Kuxnyasi, kuxni mebelimda zakaz endi qilingan. Endi mabodo plani kelishilsa, orani qo'yib berilaveradi. Bu yerimizda hojatxona va vanna joyi chang'inda turibdi. Bu yerda yana ubor ketilmaydi turibdi. 60-60'lık kafelli, aristonla, umanikla, unitazla müerci koyulup taxlanıp tuttu. Yanımızda 3. xonamiz, yine bir spani düşken. Detski spani deseken buladı birini. Şimdi xona ekan. Podokонникlarni da qo'yilgan. Bu yanda balkonuna ega. Balkonam bor. Balkonam bu yerda kladovkasi ham bor ekan. Yani şimdi yetken balkonu, bir de uzun balkon, bir kladovkasının iyi eken. Banka veclerini koymaka, produkta koymaka yine polkiyam kılıngan, akva eşikler, steçkeler olup tuttu. Tok sistemi neleri gap tuttana, lineleri. Bir de basılgan bankadan basıp koysam bana. 3 xonalı kvartiramız. Narxlarına gelen olsak, 350 milyon so'm deb turibdi. Doğru afarmik qilsa bo'ladi. Barter bor, bir xonalı, 2 xonalı kvartiralar bilan bo'lsam barter bo'laveradi. Bu yerda ikkilamchiga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelsam endi bir novbida bahası arzarak baholangan, nalog chiqadi. Nalogni to'layman desa ikkilamchi ham qilsa bo'laveradi. Size etibarlarınız için katta rahmet qilamiz. Keyingi roliklerimizda görüşünce hayır, sağ olun, salomat olun.